Beruniyliklar uchun yana bir zo'r yangilik. Endi KFC yeyish uchun Urganchga borib yurish shart emas. Sababi endilikda Beruniyning o'zida haqiqiy KFC'ning mazasini bemalol seçishingiz mumkin. Razif kolalar bilan yanında. Qaroqchi chicken o'z nomidan ham ma'lum, ya'ni burdagi ovqatlarning asosiy qismi tovuq go'shtidan tayyorlanadi. Tovuq go'shtidan nima bor? Burda tovuq go'shtidan siz tovuq qanotchalari, tovuq oyoqchalari va undan tashqari cho'rda ko'rib turganingizdek, tovuq go'shtidan bir-biridan ajoyib burgerlarning ta'mini tatib ko'rishingiz mumkin. Oddiy etib aytib bo'lsa, kelib bir yeb ko'rish kerak. Barchamizga birday tag'in Razif Kolani ham siz bemalol Qaroqchi chickendan endilikda tovishingiz mumkin va yarim litrlik Razif Kolaning narxi yaxshilab e'tibor eting. 10 ming so'm. Ming marta aytgandan bir marta yeb ko'rsatgan yaxshi va bizlar tovuq filesi va uning yanında tovuq qanotchalarini zakaz etdik va bu yerda burger, undan tashqari friler ham, soslar ham yanında. Endi bizlardan povur og'amizdan bir shou bor ekan, ya'ni hozir ko'rsatamiz. Ha, qani? Hamma taxlab berasizmi? Hammaga taxlab beramiz. Qizlar sochlarni, bolalar tashlariga olmaymiz. Ne deysiz? Cheeseburgerning bahosini keladigan bo'lsak, bahosi 45 ming so'm bo'ladi va 45 ming so'mning ichida yana ko'rgan shou ham shpulning ichidan bo'ladi. Ya'ni o't yog'ib, cho'tga etib taxlab beradi ko'zingizning oldida. Toshkentda da, Urganchda da, Rossiyada ham har turli yerda KFC yeb ko'rganman. Original KFC'ning o'zida yo'q bundan chicken burger ham. Молодец. Biroq o'tda yaqqancha bor ekanda. Yana shu file yarali. Burada aytgancha shunday har turli o'zlarida souslari bor. Bemalol qo'shib ham zakaz etsangiz bo'ladi. Zakaz bu yerda kassaning o'zidan bo'ladi. Ya'ni o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish. Ofitsiantlar bu yerda umuman yo'q. Tayin zakazda borib, mana yog'larni chesnochnik filesini ko'ramiz. Bismillah. Şanın şurada 100 narsa satılsa, mana shundagi ichindagi tovuqning go'shining ta'mi yana shu file uchun shurga keladanmi? Men o'ylashimcha. Yarib turgani shu eko. Bu yerda shuni tayyorlab turgan povur og'amiz vaqtida steak bilan zanimat etgan aslida. Steak degani maramani yetirib pishiruv shart va zarur degani. Og'am professional, jarayonni o'tirish shart emas. Do'stim endi provan yo'qligi muammo emas. Qalasang saboyga, qalasang kelib o'tirib yesang bo'ladi. Hamma ko'rmasin desang, esa olib ketaversang ham bo'ladi. Dastavka desang, dastavkani chiqaraveradilar. Farqi yo'q. Asta har damda telefon nomeri bo'ladi. Zont etasiz. Azangi 10 dan 11 gacha shu nomerga bog'lanib turib bemalol zakaz etsangiz bo'ladi. Roza boshlanganidan teshdan polni ishida o'zingizga nima yoqsa shuni zakaz etib yurasiz. Barchangizni Qaroqchi chekkanda kutib qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.